ko'krak bezi saratoni bilan davolanib keldim. Siroz bo'lib qolibdilar azizlar. Juda yordamga muhtojlar. 30 ming ko'kida dollar kerak. Iltimos, yaxshi insonlar yordam qilingizlar menga. Qadrli yurtdoshlar, men Hasanova Norbobo, 44 yoshdaman. Bozor tumanida yashayman. Men bundan 2 oy oldin Hindistonga borib davolanib keldim ko'krak bezi saratoni bilan. Ko'kragimdan operatsiya qilib, o'simtani olib tashladi. Hozirgi kunda jigarimdan sirroz bo'lganman. Xo'jayinim bilan o'g'lim Rossiyada ishlab turib yiqqan mablag'larni, uy-joy quraman degan mablag'larni meni operatsiyamga xarjlashdilar. Saxovatpesha insonlar, yordam qilingizlar qo'llaringizdan kelgancha. Opamizni qaramoqlarida esa 2 ta voyaga yetmagan farzandlari bor. Azizlar, bu yaqinda o'zlari Hindistondan keldilar, o'sha operatsiyani boshlaridan o'tkazib. Endi bu darddan qutuldim deganlarida yana dard ustiga dard, jigar sirrozi bo'lib o'tiribdilar. Kimda sharoit bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, mana shu oila haqqiga duoda bo'lib, qo'ldan kelgancha mablag'laringizni ayamaysizlar degan umidda.